Salom do'stlar, Ibrohim kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi rolikimizda sizlar bilan birgalikda mana shu Livercraft o'yini o'ynab mazza qilib olishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin bittagina like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xullas canım, Livercraft o'yin boshlandi. Hop. Mashina o'ynaymiz. Mana ketdik. Mana uy quruvdi. Wi-Fi o'chirib qo'yaylik. Reklama bo'lib qoladi. Hop, uy ko'rsataman. Qaranglar. Mana bunaqa uy. Endi bitta ham kichkina uy bor. Oldin katta uy ko'rsatib olaman. Katta uy, mana katta uy. Ochib kiramiz. Chiroyli qilingan qorong'ida. Shiniyot mana. Mana stullar qilinganman, mana shkaflar o'zim qurganman. Hech qanaqa model qilganim yo'q. Men o'zim qurdim masalani. Kompyuterda nasmishkasi bor, mana bu televizor, mana bu stullar, ovqatlanadigan joy. Mana bu yerda gaz ovqatlar pishiradigan. Hop, mana jinani tegdi. Anaqa tualet xona. Hozir yana xona ko'rsataman. Tepaga. Mana bu yerda qamoqxona. Kimdir yomon kuchlar, yomon odamlar bo'lganda shu chiqarib qo'yamiz. Mana bu yerda mashina qo'yamiz, rasmlar. Mana chiroyli bor, mana chiroylimi uy qurganimiz. Albatta kommentariya yozinglar. Chiroyli bo'lsami, yoqgan bo'lsam, qanaqa savol bor, qanaqa gaplar bor degan shu savol-sizlarning gaplarni yozib qo'yinglar, o'ylagan narsalarni. Hop, endi mana rasmlar qilingan joy. Tezroq obuna bo'linglar, iltimos do'stlar. 600 ta ozgina qoldi. Hop, hamma chiqaylik. Mana chiroyli bor. Rasmlar qilingan. Bu birinchi mashina qavatda. Mana mashinaqa uy. Videoga like bosib obuna bo'ling. Hop, endi yana qavatga chiqamiz. Hop, mana bu ham xuddi shunaqa. Ko'rdinglarmi do'stlar, uyimiz zo'rmi? Endi pastga tushamiz. Hop, pastga bu. Hamma xonani ko'rsatib bo'ldim. Qanday stil yaxshi qamoqku. Qamalib qoldi, ertan stil emas edi. Hop, antan turaylik. Hop, ishi bormi, ishi qani ishi. Ana oq ishi. Hop, qo'ydik. Yurindi. Xonalarni ko'rsatib bo'ldik. Hamda chiroyli qilib qo'yganmiz. Bundoq qilib chiroyli qo'yganmiz-da. Sizlarga. Uyimiz zo'r chiqibdimi do'stlar, chiroyli uyimiz cho'tki degan uyga o'xshayaptimi? Mana bitta oynalar bor. Mana bittani ko'chaga chiqamiz. Mana bitta daraxtlar bor.
Mamette kichkina uycha bor. Uychidish baloyi faqat Mamette o'tirib televizor ko'rib dam oladi. Mundoqqina uy. Bitta chiroq bor, yonib yorug'ini yamtirgan. Qorlar yog'ibdi. Mamittam bir o'ynaydigan o'yin bor. Mana shu o'ynaydigan o'yin. Endi uzoqroqda turishimiz kerak. Xo'p, mana bir uch ketdi yotamiz. Teshteri qizildi. Teshteri. Voy, qizildi tushmadi. Hop, yanot. Qani ko'ramiz qanaqa tushgan ekan. Qizildi tushdi. O'rtaroqdan tutsa zo'r bo'ladi. Endi qiyinrog'ini o'ynaymiz. Endi orqada Mamette titrayotganligini qilamiz. Bo'l. Qani otga tusharmish. Balarada. Endi orqa tomonidan o'tamiz. Bir marta otdinglar orqa tomonidan. Yana zo'r. Bo'ldi, mashqa. Ana chamol otdik. Kan arbalet otib qolaylik mayli. Hop. Arbalet g'alati ekan. Chamol otdik. Hozir ko'ramiz qancha tushdi. Qizilga tushmabdi. Boshqatdan otamiz endi. Xo'p, ot davay. Qizilga tush kerak. Qani? Sariga tushdi. Yana ot. Opa. Qizilga tushmayapti cho'ta. Boshqatdan otaylik. Qizilga tush kerak. Tepada otib olibman-ku. Xo'p. Qancha tushdi? Urra, yes, qizilga tushdi. Creeperlarga otaylik. Ot yana. Ana o'ldiramiz. Ot. Yaxshi. Yana kimga otamiz? Mana ot endi qush. Right yemadi. Ana. Mana skelet jotam. Skelet mana teda. Bir. Ana teda. Kan uyda tili qattiq tusharchin. Qani
Sletini Mametga tushibdi. Katta oynasi bor, ko'rinadi jonli. Mana shu oynasi bor. Bundoq chiroyliroq qildim. Xo'p, endi uxlab ertalab qolamiz. Xo'p, bo'ldi. Ertalab bo'ldi. Yom ketyapti. Sizlar mana shu o'yinni vuklab olinglar, mana tejida yozilgan afsonaga. App Store, Google Play demasini vuklab olinglar mana shu o'yin nomini. Kanalim do'stlar bo'ldi. Menimcha bugunga yetadi. Agar sizlarga videoyam yoqsa, like bosib kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Qanaqa savolinglar bor, qanaqa gapinglar bor degan ishlardan chiqolmasa, sirasi yozib qo'yinglar. Obuna bo'lib turinglar, knopkalarni bosib, tezroq oltishda bo'linglar. Zo'r videolar chiqaraman. Kattakon rahmat hammaga. Omon bo'linglar.